Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Görüp atqanınla Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının Haftalık xəbərlər proqramısı. Programımız hoş geldinler. Mezkur programımızda muş bir hafta jarayonida radiomuzda anlatılgan qiziq nokta meseleleri hakkında malumat berimiz. Ben Erkin. Ben Gülchehra. Uyg'urlardan yetişip çıkan hamda Xitoy davlatlik futbol komandasining a'zosi sifatida top tepib atgan futbol cho'lponlaridan Erpan Ezimjonning yaqinda tarbiyalash markaziga ilib ketilganligi oshkorlandi. Aloqador soqchi xodimlari Erpan Ezimjonning Dörbiljin bozorliq soqchining tutib turishida ekanligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha, Erpan 15 yoshida Xitoyning davlatlik futbol komandasiga tanlangan ekan. Erpanның top musobaqasi uchun Xitoy hukumatı xatarlik davlatlar deb bekitgan davlatlarga bağlılığı uning tarbiyalash markaziga elib ketilishidagi sabablarning biri bo'lib qolgan. 19 aprel günü Amerikadagi Uyg'urlar Washingtondagi Xitoy elchixonasining oldida Xitoy hukumatining Uyg'urlarni ko'plab tutqun qilishiga qarta g'azab nafratini ifodalash uchun namoyish o'tkazdi. Namoyishda Tom Lantos kishilik huquq adolat fondining raisi Katrina Lantus xonim va Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy rahbari Rabia Qodir xonim muhim so'z qilib, Xitoy elchixonasiga begunoh tutqunlarni qo'yib etish chaqirig'ini topshirganligini bildirdi. Bu qitimqi namoyishga Washington shahri atrofidagi bir qism Uyg'ur jamoati qatnashdi. Hamda Xitoyning zulmi tugumigacha bu xil namoyishlarni to'xtatmaydiganligini bildirdi. Uyg'ur diyoridagi qattiq bostirish do'lqinlarida chet ellar bilan telefon aloqasi bo'lgan Uyg'urlarning tutish nishonli qilinayotganligi ma'lum. Yaqinda muxbirimizning ahvol egallashi jarayonida bu haqdagi ba'zi ahvollar oshkor bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, chet elda urug' tuqqanlari bo'lgan Uyg'urlar tarbiyalash markaziga ilib berilishga sabab bo'lib qolmaslik uchun hukumat tarafdan ruxsat berilsa-mu, chet el bilan telefon aloqasida bo'lishga jur'at qilolmagan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan mezgillarda bir qism Uyg'urlar chet el bilan telefon aloqasida bo'lgan degan ayblashlar sababli tarbiyalash lagerlariga ilib ketilgan ekan. 2017-yili yoz oylarida Misrdagi Ushtum tutqunda qo'lga elingan Uyg'ur o'quvchilardan 16 nafari Tura turmasiga qamalgandan keyin ularning izderiga aniq bo'lmay kelgan edi. Yaqinda ularning Xitoyga o'tkazib berilganligi oydinlashdi. Tura turmasidagi Uyg'ur o'quvchilardan Rahimjon Azatning ayoli qish mezgilida yo'ldoshining G'uljidagi uyiga Xitoy soqchilarining kelganligini, ularning turmadagi Rahimjonga qishliq kiyim-kechak elib ketganligini so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, Misrdagi Uyg'ur o'quvchilar diniy bilimlarni o'rganish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lib, ularning hammasi qonunli usulda o'qishga kirgan o'quvchilar ekan. Amerika Davlat ishlar ministrligining muvaqqat muavin yordamchi ministri Laura Stone çarşamba günü 10 minglagan Uyg'urning yepiq tarbiyalash lagerlariga qamalishidan cho'nqur andish qilayotganligini. Shunga Amerika hukumatining yer shari magnitskiy qonunini ishga solib, Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishga ishtirok qilgan Xitoy amaldorlarini jazolash mumkinligini bildirdi. Lekin Xitoy hukumati hozirga qadar bu lagerlarning mavjudligini inkor qilib, o'zlarining Uyg'ur rayonida terrorlikqa qarshi xalq urushi olib berayotganligini ilgari surib kelgan. Aloqador zotlar bu haqda fikr bayon qilib, Amerika hukumatining bu masalani bunday konkret shaklda tilga olishi zo'r ahamiyatga ega dedi. Uyg'ur diyoridagi bostirish va zulm kuchaygan sari Uyg'ur faoliyatchilarmi har qaysi joylarda Uyg'urlar navbatda duch kelayotgan og'ir qismatlarni ko'plab tunishtirmoqda. Nyu-York shahridagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh shtabida o'tkazilgan yerlik millatlar munbiri haqidagi xalqaro muhokamaga taklif qilingan Dunyo Uyg'ur qurultayining rahbarlaridan Dolqun Aysa va Umar Qanot Uyg'urlarning ahvoli haqida ma'lumot bergan. O'tgan hafta Angliya parlamentida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida Uyg'ur faoliyatchi Rahima Mahmud va Amerikadagi Xitoyga yordam fondining raisi Bobfu tafsiliy ma'lumotlar bergan. Shuning bilan birga yana Norvegiya Uyg'ur komitetining rahbarlari Norvegiya parlamentiga berib Uyg'urlarning navbatdagi ahvolini parlament a'zolariga yetkazgan. Hörmətli televizor görgüçülər, Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalık xəbərlər proqramısını gördünüz. Kelar hafta görüşəylik. Xeyr xoş. Xeyr xoş.